Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar Jonsining navbatdagi ish kuni, navbatdagi buyurtmamiz Surxondaryo viloyati Termiz shahridan 250 kvadrat metr joyda qizdiradigan gazda ishlaydigan kotel buyurtma qabul qilganmiz. Quyidagi kotelimiz aytib o'tgandek 25 kilovat quvvatga ega. Kotelga ishlatilgan mahsulotlar 2,8 mm qalinlikdagi riflonli listlardan yasab olindi. Ichki qismi ham tashqi qismi ham bir xil. Ayni shu ko'rinishdagi riflonli listlardan yasab olingan. Listlarimiz sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan listlar. Hop, kotelda 32 ta teploobmennik bor. Birinchi qatorda 32, yuqori qismida 25 mm ziynatidagi turbalar, 2,8 mm qalinlikka ega. Kotelimiz e'tibor qiladigan bo'lsak, hamma tarafdan zaklopkalar bilan mustahkamlangan. Bu yerda ham 3 ta, orqa tarafida ham 3 ta zaklopka mavjud. Demak, kotel ham ochiq, ham yopiq tizimda ham ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni bosim ostida ham bemalol qo'rqmasdan kotelimizni ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ichki ko'rinish bilan tanishib o'taylik. Demak, ichki ko'rinish kotelimizda mana shu ko'rinishda mana riflonli listlarimiz ichki tarafga qaratilgan holatda yasab taqdim qilinmoqda. Xo'p, kotelimiz o'lchamlari bilan tanishib o'tamiz. Kotelga 100 mm ziynatidagi turba mo'ri o'rnida ishlatilgan. Kotel kengligi 30 cm ga 30 cm kenglikka ega. Kotel balandligi xo'sh. Kotelni suv aylanish qismi 60 cm, oyog'idan mo'risigacha bo'lgan demak masofa 75 cm ni tashkil qiladi. Termo balon uchun kista qilingan, bu yerdan suv chiqmaydi. Avtomatik garovka o'rnatilgan vaqtda termo balonni qo'ygan holatda avtomatik rejimda boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi garelka. Xo'p, tekshirish uchun 32 rezba qo'yganmiz. Demak, bu holatda kotelimiz 3 bar demak bosim ostida tekshirib taqdim qilinmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, aytib o'tgandek, kotelimiz Surxondaryo viloyati Termiz shahriga ketadi. Demak, bizni tavsiya qilayotgan ustamiz Zohid aka mana shu kotelimizni ham ustanovka qiladilar. Zohid aka bizga ma'lum bo'lishicha, отопление tizimi bilan shug'ullanadilar. Bu birinchi kotelimiz, buyurtma asosida demak ish qabul qilgan vaqtlari kotellarimizni taklif qiladilar va shu asnoda xonadon egalari kotellarimiz bilan tanishib chiqqan holatda ma'qul kelsa xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Murojaat uchun telefon raqamlarini qoldiraman. Termiz shahri bo'ylab demak отопление tizimlarini yasab berish faoliyati bilan shug'ullanadilar. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.